Voy jonim, charchab ham ketdim. Sut, qatiq, qaymoq. Sut, qatiq, qaymoq keldi. Oladiganlar bormi? Shirin sut qatiqlarimiz bor. Mana shu xitoblarni eshitganimizda ko'pchiligimiz bolaligimiz yodimizga tushadi. Hatto ko'p qavatli uylar mahalla oralab sutchi xolalarimiz mana shunday baqirib sut qatiq sotib yurishardi, qaymoq sotib yurishardi. Lekin biz turgan mana shu mahallani ahli bunaqa qilib sut sotishmaydi. Sababi bularda olib borib topshiradigan sut qayta ishlash zavodchasi bor, mini zavodi bor. Ya'ni biz hozir Parkent tumani Boyqozon mahallasidamiz. Boyqozon mahallasini aksariyati chorva mol boqishadi. Lekin ular sut qayerga olib borib sotar ekanmiz, poytaxtga olib boramizmi degan qayg'usi yo'q. Sababi mana shu mahallada yashaydigan Umid aka kichkinagina mini zavodcha ochgan, ya'ni sut mahsulotlarini qayta ishlash. U yerda Rano Milk brendi ostida qaymoq, qatiq, kefir mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bu zo'r biznes. Bir kunda 500 litr sutni qayta ishlaydi va eng muhimi mana shu mahalla ahlidan sutni qabul qilib oladi. Biz bugun mening tomorqam ko'rsatuvida mahalla sharoitida, xonadon sharoitida sutni qayta ishlash qanday bo'lishini ko'rsatamiz. Daromadi ham yaxshigina. Bir oyda 30-40 million daromad qilyapti. 4-5 oilani ishli qilgan ro'zg'orini tebratishga hissa qo'shyapti. Demak, galdagi ko'rsatuvimiz sutni qayta ishlash haqida. Umid aka, zo'r biznes boshlagan ekansiz. Men umuman xonadon sharoitida sut qayta ishlaydigan bunday mini sex ko'rmaganman-da. Masalan, men yashaydigan Qibray tumanida ham hamma qo'shnilarimizda mollari bor-da. Sigir sog'ishadi, suti bor. Lekin shu mijozni kutib o'tirishadiki, qayerlargadir olib ketishadi. Sut qayta ishlaydigan joyimiz yo'q. O'ylab qoldim, biz ham shu mahallamizda shunaqa biznescha ochsakmi deb. Va menga o'xshagan mana shunday qiziqishi bor odamlarga siz bilan endi mana shu suhbatimizda tushuntirsak buni pasti balandlarini. Siz qachon boshlagansiz? Nima turtki bo'lgan buni boshlashingizga? Sut sohasida biz o'zimiz ishlaganmiz, birovni qo'lida 10 yil ishlaganmiz. Endi buni ish boshlashdan oldin ozgina tajriba kerak edi, ishlab ko'rish kerak. Sekin-sekin qilsangiz bo'ladi. Masalan, 100 litrdan, 200 litrdan boshlab o'zimiz mana 500 litr sut ishlayapti hozir kuniga. 3-4 odam ish bilan band qilingan. Daromati yomon emas, qilsa bo'ladi. O'zi birinchi nimadan boshlagansiz? Mana 10 yil birovning qo'lida ishladingiz, tajribaga ega bo'ldingiz. Uyingizda oldimi bu endi shunda? Oilaviy korxona ochganmiz edi. Boshlanish shu, оборудование olib, joy zdaniyalarni sekin-sekin qurib, hozir osonchilik qilib qo'ydik va prezidentimiz Agrobank yordam berdi, masalan, kredit beryapti, yengil ishlab chiqarishga. Qilsa bo'ladi, olib yurg'izsa bo'ladigan ish, daromati yomon emas. Qayta ishlaydigan texnikalar turibdi-da. Bularni qayerdan olgansiz? Qancha pul turadi? Nima vazifa bajaradi? Bularni bozordan olsangiz bo'ladi. Bozorlarda sotiladi bu narsalar. Topish muammo emas buni hozir. Mana shu sohani qilaman degan odamga, masalan, bizga o'xshagan odamlarga aloqaga chiqsa, yo'l-yo'riq ko'rsatiladi. Qaysi apparatni qayerdan olsam bo'ladi desa, o'zi nimalar kerak? Mana bu nimani vazifani bajaradi, bu nima vazifa bajaradi, keyin qanday bosqich amalga oshiriladi? Sutni qabul qilganingizdan keyin separator olgan biz. Separator qilamiz, qaymog'ini va apparatga sutini chiqarilgandan keyin buni qozonda pishiriladi bu. Hozir bu yerda sut qaymoqdan ajratish jarayoni ketyapti. Bu juda murakkab jarayon emas o'zi. Yo'q. Bu sutdan bir 2-3 marta qaymoq olmaysizmi? Yo'q. Ko'pchilik aytadi-da, haligi bir sutdan 3-4 marta qaymoq oladi. Olmaydi, bir marta olingandan keyin qaymoq chiqmaydi bundan. Keyin nima qilasiz buni sutini? Buni sutini tvorog qilamiz, suzma, qatiq, smetana mahsulotlar chiqadi. Bozorlarga olib borib sotamiz buni. Do'konlar oladi. Endi bu qurilmachalar o'zi qancha turadi? Hammasiga qancha sarflagansiz mana shu yerga? Binoga, birdaniga endi katta summasi yo'q odamga boshlanishiga sekin-sekin olib borsa bo'ladi masalan. Birinchi mana separator olasiz, keyin sekin mana qozon sut pishiradigan qozonlar olinadi. Xolodilnik quriladi. Bosqichma-bosqich qilib borsangiz bo'ladi. Bizdan ham birdaniga qilmagan biz. Sekin-sekin yillar davomida bo'lib kelingan. Mana siz aytgandek, kredit berishga ham deylik imkoniyat bor Agrobankda. O'zimiz Agrobank yordam beradi, оборот kerak bo'ladi-ku bu sohada. Umid aka mana hozir qiyinchilik yo'q demoqchiman. Joyida qildi, texnikalarni oldi. Sizni misolingizda ko'rsakda, siz bir kunda demak 500 litr sutni qayta ishlaysiz.
daromad, xarajatlar haqida gapirib bering. 500 litr sutdan 4 kishi ishlayotgan bo'lsak, oyiga 30 million daromadi bor. Undan shu ishchilar oylik oladi. Bir oylik daromadimiz 30 million bo'lsa, rasxoddan tashqari hammamiz oylik bilan ta'minlanganmiz-da. 4 ta oilaning ro'zg'ori shu mana shu sizni sexingiz faoliyati bilan bog'liq. Yaxshi-da, bir 4 ta xonadonni birisi ro'zi shundan bo'lgandan keyin. Yomon bo'lmaydi. Mana Alloh baraka berib, siz shuni orqasidan bitta ikkita chorva qilganmiz. Endi qarang, sizga mana mahsulotni yetkazib beruvchilar kim? Mahalladan olamiz. O'zimizni qishloqda 50 ta 60 ta xonadonning sutini olamiz. Bularga ham zo'r ekanda, sutimni qayerga sotaman degan. Ya'ni ishda. Bugun xonadonda chorva boqib, agar uni mahsulotini sotmasangiz, chorva boqishdan foyda ham qolmayapti-da. Shunaqa. Chunki uni yemi mahsulotini bor. sotmasangiz, chorva boqish qiyin baribir. Endi shunaqa qayta ishlar bu rivojlanib tursa, xalq qiynalmaydi masalan. Agar bir mahallada bitta sut qayta ishlaydigan mana shunday sex faoliyat yuritadigan bo'lsa, odamlar boqadi-da chorva. Albatta, hamma narsa bir-biriga bog'ladi. Bunaqa ishlab chiqaruvchilar bo'lsa, xalq qiynalmaydi. Masalan, sigir tirikchilik qilayotganlar nechta sutini sog'ib, sotib, mol boqadi. Demak, masalan, siz bir kunda 500 litr sutni olganingizdan keyin mahsulotga aylantirganingizda, masalan, 500 litr sut qancha bo'ladi hozir? Xalqdan yig'ib olib kelib beriladi. 6,5 ming olamiz. 5,5 ming, 5 ming yig'ib olib kelinadi-da. Oradagi yana olib kelib berayotgan tirikchilik qilayotgan odam ham bor. U ham 500 so'm, 1000 so'mini qo'yib olib keladi. Bu bir-biriga bog'liq, mana ko'rdingizmi? Sizga 6,5 mingdan tushadi. Ha, 6,5 mingdan men olaman sutni. Demak, 6,5 mingdan 500 litr qancha bo'ladi? 3 million 300, 3,5 million bo'lishi kerak. O'sha 3,5 million qanchaga aylanadi keyin? 3,5 millionni qayta ishlasangizmi? Ha, daromadi qancha bo'ladi masalan? 3,5 million xarajat qildingiz, daromad qancha bo'ladi? Daromadi endi har xil 1 million ham qoladi, 1,5 million ham qoladi. O'zingizga bog'liq. Endi savdoni yurg'izishingizga, sotishingizga, bozorlarga olib borsangiz, do'konlarga kirsangiz, o'zingiz izlansangiz, yaxshi mahsulot chiqarsangiz ketaveradi yaxshi mahsulot. Bozorda ham, do'konda ham. Faqat odam o'zi izlanish kerak, ozgina harakat qilish kerak. Mijoz topish kerak. Ha, mijoz topsiz. Marketing qilish kerak. Albatta. Mana siz brend ham qilibsiz-a? Mana o'zini kuchi bilan xonadonida biznes qilayotgan odamlarni reklama qilishdan ham manfaatdormiz. Mana Rano Milk brendi ostida mana qaymoq ishlab chiqarilyapti. Parkent tumanida, xonadonda. Agar sizni ham dasturxoningizga borib qolsa, bilingki bu Parkentda bir chekka qishlog'ida qilinayotgan ish. Chorvachilik endi rivojlantiramiz, xudo xolasa. Ham aholidan olib, ham o'zimiz ham chorvani xudo xolasa ko'paytirib, Mahsulot shunda o'zingizdan chiqadi. o'zingizdan qilsangiz ham bo'ladi. Ko'p joylarda qilyapti-ku, o'zi ferma qilib, o'zini sutini o'zi qayta ishlayapti. Shunday katta chorvachilik komplekslari faqat o'zini mahsulotini o'zi qayta ishlaydi-da. Masalan, Samarqanddagi Pure Milkni olasizmi yoki Toshkent viloyatidagi Rush Milkni olasizmi, hammasi o'zini o'zi qayta ishlab qilyapti. Demak, siz ham nasib bo'lsa shular darajasiga yetasiz. Xudo xolasa, niyat bor. Nima tavsiya berasiz? Nima past balandi bor? Nima qiyinchiligi bor? Yana hamma sohani qiyinchiligi bo'ladi-yu. Sut sohasida ham o'zi qiyinchiligi bor. Bu sohada ozgina ishlab ko'rib, izlanib ko'rib qilsa bo'ladi. Yozda saqlash qiyin. Endi sharoit qilish kerak unga. Sut sovutadigan narsalar. Shunaqa sharoitlar qilinsa qiynalmaydi. Mahsulotingizni sotishga bog'liq-da. Bozorlarga, do'konlarga olib kirib, albatta bozori bo'lmagan biznes u biznes bo'la olmaydi-da. Sizda mana yaxshi bozor bor ekan. Yaxshi niyat qilib boshlash kerak bo'ldi. Xohlasa yomon bo'lmaydi-da. Mana qarang, siz hozir 30 million daromad qilib 4 ta oilani ro'zg'orini tebratyapmiz deyapsiz-ku, lekin undan tashqari 50-60 ta xonadonni sutini olib, unga ham foydangiz tegyapti-da. Bu 4 ta odamning biznesi emas, bu 60-70 ta xonadonni rizqi o'tayotgan bir biznesga aylanyapti-da. Masalan, chorva boqib faqat sut sotib kun ko'radigan odamlar ham bor-da. Bor. Qishloq sharoitida ko'pda endi shunaqa. Qishi bilan sutini sog'ib tirikchilik qiladi, yoziman dehqonchilik qiladi. Molga juda katta bog'liq. Ana shunaqa ishlab chiqarishlar rivojlansa, xalqqa yaxshi bo'ladi. Albatta, dehqonga Umid aka o'rtada chorva ham qilmay ketdik-da. Men hozir aytganim kabi chorva qilish qiyin ham bo'lib qoldi. Yem mahsulotlari yo'q. Deylik, qoramol o'zini o'zi boqsa, mana unday bizneslar bilan shundagina rivojlanadi-da u. Buni rivojlanishi esa do'konlarimizda sut mahsulotlari ko'payishiga xizmat qiladi. Keyingi paytda yaxshi ko'paydi. Mana sizga o'xshagan insonlar ko'paygani uchun o'rtadan umuman yo'qolib ketdi. Odamlar sut qatiq ham ichmay ketdi ochig'ida. Bizda hozir yengillik bor mana. Prezidentimiz qo'llab-quvvatlab turibdi, tadbirkorlik qillaring yordam qilib beryapti. Qilish kerak, cho'chish kerak emas. Mana qarang, sizni biznesingiz uchun juda katta joy ham kerak emas-da hozir, ha? O'zi uy hovlidan qilingan-da.
kelgusida yana nima maqsadlar bor? Kelgusida endi kengaytirish maqsadida bor. Ko'proq masalan 500 litr emas, 1 tonnaga, 2 tonnaga sekin chiqib, ishlarni ko'paytirib. Mahsulot turlarini ham ko'paytirsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Yana nimalar ishlab chiqarsa bo'ladi? Sir mahsulotlari bor, sut mahsulotlari juda ko'p narsa chiqarsa bo'ladi. Brinza deymiz. Yogurt, sir, brinza, ko'p narsa ishlab chiqarsa bo'ladi. Faqat unga ham bir yangiliklar qilish kerak. Hali izlanish kerak. Hammasi bo'laveradi. Hozir zo'r-ku mana sharoit yaratib berilgan-ku bizda hozir. Odamlar harakat qilish kerak. Keyin qarang-da, sut mahsulotlarida umuman sanitariya qoidalari ham muhim-da. Albatta, birinchi o'rinda u. Bizni tozalikka e'tibor qilinadi, sutni tekshiruvdan o'tkazamiz. Pasteurizatsiya qilinadi sut. 90 ga chiqqan sut pasteurizirованный bo'lganda sutda mikrob anaqalar qolmaydi-da. Shu narsalarga e'tibor qilinadi. Bu mana bu qozoningiz shu sut qaynatadigan qozon. Sut pishiriladi o'shanda. Bu ham suvda bug'da pishirilar ekan. Filtrdan o'tkaziladi kelganda sutni, keyin yog'ini yechamiz. Keyin pasteurizatsiya qilinadi, pishiriladi. Tozalikka e'tibor qilish kerak. Menga qiziqda, necha litr sutdan 1 litr qaymoq chiqadi? Sutni foiziga, yog'iga bog'liq-da. Masalan, yog'i 3 chiqadigan bo'lsa, kamroq chiqadi. Mana fermalarda ko'proq yog'i 4, 5 yog'i balon bo'ladi. Ulardan ko'p qaymoq tushadi. 10 litrdan 1 litr qaymoq olsa bo'ladimi? Ha, 10 litrdan 1 litr qaymoq olsa bo'ladi. Yog'i o'sha 4,5-5% dan olsa bo'ladi. 9 litrni nima qilasiz keyin uni? Mana tvorog bo'ladi, smetana bo'ladi, qatiq qilinadi, kefir chiqariladi. Yog'siz odamlarga foydali bo'ladi o'sha. Qaymoqni qo'shib chiqarasiz. Foizini to'g'rilaysiz. 30%, 35%, 50% qilasizda. Shu sutni shunga ishlatiladi. Ya'ni sizda chiqitga chiqadigan mahsulot yo'q-da? Yo'q, sut mahsulotidan nima chiqmaydi. Eng oxirgi variant qurt bo'ladi yoki sariyog' bo'ladi. Qaymog'ingiz achib qolgan taqdirda qozonga solsangiz sariyog' bo'ladi. Uni odamlar biladi. Durda bo'ladi. Adhot yo'q-da sut mahsulotida. Umid aka, zo'r biznes aka. Men yana takror aytaman. Masalan, mahallalarimizda chorva boqadigan odamlarimiz ko'p-da qishloqlarimizda. O'shalarning hududida bitta mana shunday sizga o'xshagan sex bo'lsa, ham chorvadorga qulay, ham deylik aholiga yaxshi va sizga o'xshagan tadbirkorlarga ham katta bir mahsulot yetkazib beruvchi vazifasini bajaradi-da haligi chorva boqayotgan odamlar. Shuning uchun albatta tomoshabinlarimizga biz yetkazishimiz kerakki, mana shu biznesni o'rganmoqchi bo'lsangiz, nafaqat Umid akadan, bu internetdan ham o'rgansa bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi, bo'ladi. Hozir bu sohada darslar o'tilyapti-yu, kurslari bor, o'qiydi. To'g'ri aytyapsiz. Agrobank ham fermerlar maktabini tashkil qilgan. Agar istasangiz, yerda ham katta mana shu sut mahsulotlarini qayta ishlaydigan olimlar, bu ishning katta tajribasini biladigan odamlar hatto onlayn dars o'tib berishi mumkin sizga. Hozir mana Agrobank vakillari bilan biz bu narsani gaplashib olamiz. Sizga ham manfaatli bo'ladi bu. U siz borishingiz kerak emas, onlayn tarzda sizga eng muhim shartlarni o'rgatishadi ular. U onlayn maktabdan tashqari yana bizda sizga zo'r bir sovg'amiz bor. Xursand bo'lasiz bu sovg'adan ham. Mana sizga Agrobank tomonidan 100 kitob to'plamini beramiz. Buning ichida ham siz qilayotgan biznesga juda aloqador bo'lgan kitoblar ko'p. Mana ko'ryapsizmi? Mana sigirlar rasmi turibdi ustida. Ochib bemalol o'qiysiz. Bu sizga hadya, Agrobankning sovg'asi, esdalikka olib qo'yasiz va albatta o'qing buni. Rahmat. O'qiymiz albatta. Kitob faqat jonilarda turish uchun emas-da, bizni qachonki o'qisak, rivojlanamiz, taraqqiyotga erishamiz. Mana qarang. Tavakkal olgan edim. Bunda ham bir hikmat bor-da. Sutdor qoramollarni parvarishlash degan kitob chiqdi. Ko'ryapsizmi? Mana aynan sizga sifatli sut ishlab chiqarish. Buni qarang, xuddi bilganda yozganman. Buning ichida 100 ta kitob bor bo'lmasa. Mana shularni o'qisangiz, nasib bo'lsa, zo'r bo'ladi. Salomat bo'ling, Umid aka. Rahmat. Siz katta brendga aylanganingizda yana kelamiz. Xudo xolasa.